Assalomu alaykum hammaga. 5 daqiqa kutaylik, boshqalar qo'shilsin, iloji bo'lsa. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum hammaga. Boshlayveramiz bo'lmasa, kimdir yana qo'shilaman desa bemalol kirsa bo'ladi. Sardor aka, assalomu alaykum. Ovozim eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Ovozingiz zo'r eshitilyapti menga, Ravshan aka. Bo'ldi. Hammaga eshitayotgan bo'lsa bo'ldi. Mana xudo xolasa loyihamizni 2-soni bo'lyapti. Sonda endi ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan Sardor akamiz bilan bugun xalqaro marketing haqida gaplashamiz. Xalqaro marketing kompaniyada qanaqa ishlasa bo'ladi, o'zi xalqaro marketingda qanaqa o'zi tizimlar bilamiz. Sardor aka, marhamat, o'zingizni tanishtirib bemalol gaplashsak bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Kelganingiz uchun katta rahmat. Men ismim Sardor, marketologman. Oxirgi 11 yildan beri o'zimni shu marketing sohasiga yo'naltirganman. Bunga asosiy sabab otamlar bo'lganlar. Institut paytida shu fakultet tanlayotganimda turizm, banking va hokazo fakultetlarning ichida marketing ham bor edi. Shu ular maslahati bilan marketing yo'nalishiga kirib, mana xudo xolisa soha mutaxassislaridan bo'lib ishlab yuribmiz. Endi qanaqa yaxshimi yomonmi ishlayapmiz, uni chetdan kuzatayotganlar bilsa kerak, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilib doimiy ravishda o'rganib kelyapmiz. Xo'p, o'zim kelib chiqishimiz aytsak, misol uchun Andijondan shu taraflardan odamlar oyimlar 92mi 93mi Alloh alam o'shandan beri Toshkentga kelganmiz. Shu yerda joylashib o'qish, maktab, bog'cha hammasi shu yerda bo'lgan. Shuning uchun sal shevada gapiraman, agar nima qilmasanglar, aytib yubormasanglar. Bemalol aka, bemalol. Xo'p. Asosiy bugungi mavzuyimiz xalqaro darajadagi marketolog bo'lish va uni sirlari deymizmi yoki yo'llari deymizmi, shu yo'nalishda gaplashamiz. Mavzu juda ham yaxshi, mavzu dolzarb. Ravshanbek, rahmat bu mavzuni tanlaganingiz uchun. Nima uchun aytib o'taman? Sababi mana o'zingizlar xabaringlar bor. Yaqinda marketing forum bo'lib o'tdi, Toshkent marketing forum. Bordim, bir adashmasam 80% kelganlar rusiyy zabon odamlar. Asosiy shu yo'nalishga qiziqish ortgan odamlarni yo'nalishga, marketingga, sotuvga va marketing ichidagi barcha yo'nalishlariga odamlarda qiziqish bor. Bu juda yaxshi. Oxirgi 11 yil ichida juda ham katta rivojlanish bo'ldi. Ayniqsa marketing assotsiatsiyasi bunga katta sabab bo'ldi deb o'ylayman. Diyor akaga ham rahmat, assotsiatsiyani tashkil qilib, mana har yili bir emas, 3-4 ta forumlar, har xil ko'rgazmalar organizatsiya qilib keladilar. Nimaga 80% ga men urg'u berdim? Men o'zim statistikam bo'yicha 80%, balkim plus minusi bordir. 20% O'zbekistonda 20% o'zbek odamlar marketingga qiziqishi, bu juda ham achinarli holatda ham bo'ladi. Nima uchun unaqa? Birinchidan o'zimiz tilni o'rganishga qiziqmasligimizdir balki. Ikkinchidan marketing deganda ko'pchilik reklama bilan sinonim qiladi. Oldi qochishni gaplarmi, olib qochishmi yoki shu sanam SMM ishchi bo'lasanmi, sanam dizayner bo'lasanmi degan
yuzaki qarashligi manimcha shu sababli ham odamlar qiziqishi kamroqdir balkim. Undan tashqari universitetlar, institutlar yo'qligi bu sohada, ya'ni shu paytgacha ham Singapurskiy, Westminster va bir ikkita xalqaro universitetlarda marketing aynan fakultetlari bo'lgan. Undan tashqari Narxozda mana iqtisodiyot universitetida marketing fani bo'lgan. Demak, bu umumiy sonda juda ham kam. Ya'ni bu sohaga qiziqqan taqdiringizda ham o'qib bu sohada mutaxassis bo'lishingiz imkoniyati kam, mani hisobim bo'yicha. Endi nima uchun bo'lmasa ham qolgan kelganlar qayerdan o'rganyapsiz? Ular endi o'zini tilida kitoblar, adabiyotlar o'qigan, tarjima qilingan bo'lsa ham o'zbek tiliga tarjima qilingan marketing bo'yicha kitoblar juda kam. Filip Kotlerdan tashqari menimcha 20 ni ham oxirigacha tarjima qilishgan ko'rmadim. 20 Rossiyadagi o'zini nomer 1 marketologman deb hisoblaydi. Balkim shunaqadir, endi qanaqadir reyting bo'lsa. Shu odamni ham kitoblarini o'zbek tilida ko'rmadim. Mayli, til masalasi bu yoqda. Ikkinchi masala qiziqish masalasini aytib o'tdik. Qiziqish masalasida birortasiga shogird tushib bo'lsa ham o'rganish kerak, podkastlarni ko'rib bo'lsa ham o'rganish kerak. Ya'ni marketingga tilni bilganingiz o'zi yetarli emas, qiziqishingiz kerak. Qiziqishdan tashqari doimiy ravishda o'zingizni chaqlab borishingiz kerak. Masalan, programmani update deymiz, updatelarga o'xshab o'zingizni update qilib turishingiz, obnovlение qilib turishingiz kerak, yangilab turishingiz kerak. Hatto masalan, opitniy marketologlar ham hozirgi paytda AI yo'nalishini bilmasa, ular orqada qolib ketadi deb o'ylayman. Sun'iy intellekt. Shuning uchun menimcha o'zbek tilida gapiradigan, ya'ni o'zbek xalqimiz kam proporsiyani tashkil qildi shu meropриятияda, nima deydi, forumda deb o'ylayman. Lekin xudo xolisa yildan yilga o'zbek, menimcha o'zbek rusga aralashtirish, ajratish noto'g'ri. Baribirga ham o'zimiz shu millatimiz, xalqimizni o'ylaymizda baribir. Shu bolalar, o'zimiz qora ko'zlar deymiz, shu bolalar ko'proq marketingga qiziqsin deb shu mavzuni dolzarbligini aytmoqchiman. Yaxshiyam shu sohani, ya'ni shu mavzuni tanlab degan ma'noda. To'g'ri. Hozirgi o'zi haqiqatdan marketologlar o'zini kerak bo'layapti. Meni o'zbek segmenti va o'zbek anaqasini tushunadigan, ya'ni madaniyatini deymiz, boshqa tilini deymiz. Shu narsani tushunadiganlar yaxshiroq xalqaro kompaniyalar ishlasa, bir yaxshiroq bo'lardi deyman-da o'zimizda. Xuddi shunday. Xalqaro kompaniyalarga keladigan bo'lsak, rezumengizda rus tilini bilmayman yoki masalan дополнительный языки degan joyda faqat o'zbek tili yoki o'zbek bilan ingliz tili, rus tili yo'q bo'lsa, filtrdan o'tmaysiz. Shuning uchun rus tilini bilish shart. Undan tashqari opit работы degan joy bor. Хотя бы hech bo'lmasa praktikangiz bo'lishi kerak. Masalan, aytaylik, ko'zga ko'ringan brendlardan, Uzumdami, qayerdadir, Korzinkadami, shu marketing bo'limida stajirovkani o'tganman desangiz, keyin xalqaro kompaniyalar sizga qiziqishadi. Bu ham menimcha eng katta baryer deb o'ylayman. Nimaga? Chunki ayrimlar rezume to'ldirishni bilmaydiganlar bor haligacha. Nimaga rezumesini to'ldira olmaydigan odam ertaga menga marketing bo'yicha nima ish qilib bera oladi degan haqqoniy savol tug'iladi ish beruvchida ham. HR urovenda aytaman bu narsani. Hali direktorgacha yetib bormagan taqdirda. Direktorga o'sha hujjatingiz yetib borgan taqdirda sizdan baribir nima qo'lingdan keladi degan savol beradi. Endi biz hozir sразу sal negativroq yo'nalishda gapirishni boshladik. Sababi umumiy kartinka, umumiy ko'rinish xuddi shunaqa hozircha, afsuski.
lekin yaxshi tomondan qaraydigan bo'lsak, marketingni O'zbekistonga kirib borishi juda ham tez, shiddatli, hatto mana xalqaro kompaniyalar kelishi bilan yana ham kuchaygan. Xalqaro agentliklar bor, ular ham sohani kuchaytirib boryapti. Endi faqatgina odam o'ziga qoldi-da, mana shu xalq o'ziga. Qiziqinglar, shug'ullaninglar. Hattoki direktorlar ham marketing nima o'zi degan savollarni eshitganmiz-da. Masalan, marketing nima o'tirib просто SMM qilishmi deb savol berishgan. Demak, shu ongimizni именно shu yo'nalish bo'yicha kuchaytirishimiz kerak. Bilimimizni demoqchiman. Kechirasiz, Ravshan aka, ovozim yaxshi kelyapti, men naushnik bo'lib oldim, o'zimga sezilmaydi hali. Yo'q, yaxshi kelyapti, yaxshi. Ha, bo'ldi. Shunda davom ettiramiz. Aka, agar savollaringiz bo'lsa, aytib ketsangiz, birma-bir qo'ldan kelgancha xudo xolisa javob beramiz. Hozir qisqacha javob beramiz, ya'ni o'sha xalqaro kompaniya aytaylik, Huawei bo'lsin yoki anaqa texnika yo'nalishda bo'lsin, Honor bo'lsin, shular qanaqa turib o'zi kirish kerak, mana bu qanaqa next etap chiqadi, hamma bilamiz, SMM deylik, shu darajada qotib qolgan bo'lsak, mana aytaylik, men misol agar mana shu xalqaro kompaniyada ishlash uchun men qanaqa tajriba bo'ladi, qanaqa skilllar kerak bo'ladi, ya'ni zo'r savol. Hard skill shular ketma-ket aytib bersangiz yaxshi bo'ladi, chunki bu qilayotgan ishimiz, ya'ni education, ya'ni ko'pchilik shu xalqaro tashkilotlarda ishlamoqchi bo'lsa, o'shanga qarab keyin boshlaydigan bo'lsak, kelingmi endi hozir birorta qoida yoki birorta nima deydi, kitobdagi teoriyani gapirib bermay, o'zim opitimdan kelib chiqadigan bo'lsak, u yerdan eshitganman, korxonaga ishga kirish qiyin-ku, qanaqa qilib Sardor shuncha joyga ishga kiryapti, qanaqadir tanishlari bormi yoki pul berib kiradimi degan savollar bo'lgan ekanda. Endi qulog'imga chalingan gaplar. Aslida unaqa emas. Institutda o'qiyotgan paytimizda Singapurga bitirganman. Rezyume to'ldirishni o'sha yerda o'rganganmiz. Internetdan, anaqadan emas, tanish bilishdan emas. Institut o'zida nima karyerniy недели, karyerniy dni degan anaqalar bo'lgan. Career Fridaysmi, shunga o'xshagan bo'lgan. Shuni doirasida juda ham ko'p korxonalar kelib, bizlardan rezyumelarimizni olishardi. Biz berardik. To'g'ri, ishga olish juda ham kam bo'lgan. Katta rahmat. Shuni orqasidan rezyume yozishni o'rganib olganmiz. Rezyumeni chiroyli qilib to'ldirasiz. Siz o'zingizni HR sifatida qabul qilib, misol uchun, menga qanaqa marketolog kerak? Masalan, men korzinkaman deylik. Korzinkaga ответственный javob, ya'ni nima deydi, mas'uliyatli, tilni biladigan, birorta joyda iloji bo'lsa ishlagan, ko'p vaqt ishlagan. Agar ishlamagan bo'lsa, stajirovka o'tgan va hokazo odam kerak. Demak, sizni shu naviklaringiz bo'lishi kerak, opitingiz bo'lishi kerak. Opitingiz bo'lmagan taqdirda o'sha hard skills, soft skills deb to'g'ri shuniki marketingda ikkalasi ham muhim. Oldinman to'g'risini aytsam, marketing bo'yicha tushuncham juda ham sayoz bo'lgan ekan. Marketing bu ijodiy ish deb hisoblaganman. Boshlaganimda ko'proq bu yo'nalish ham bor marketingda. Xuddi miyani ikki qismi bo'lgandek, marketingda ham ijodiy va o'sha hisob-kitobga bog'langan joyi bor. Soft skills ham bo'lishi shart. Communication skills, masalan, muloqot, odamlar bilan shartnomalar, og'zaki переговорlar olib borish, odamlar psixologiyasini bilish, hattoki masalan HR bilan gaplashganingizda oddiy gaplashib o'tirganga o'xshaysiz, lekin ularni sizib olmay boshdan oxirigacha kelib o'tirishingizdan boshlab, kiyinishingizdan boshlab hammasiga e'tibor berishadi. Ularning vazifasi shunaqa, ishi shunaqa. Xo'p, aynan chet el korxonasi haqida gapiradigan bo'lsak, chet el korxonalari fikrlashi juda ham strogi deb olsak bo'ladi. Chunki ularning brendi juda ham taniqli. Masalan, aytaylik, Samsungni olaylik.
Samsungga man bir necha marta topshirgan bo'lsam, oxirida mana 2016-yilda ishga olishgan. 2016da ishga olishgan. Rezumemda bu narsani ko'rsatmagan, qisqa vaqt ishlaganman. Lekin Samsungdagi agar opitni oladigan bo'lsak, u yoqqa kirishim uchun birinchi HR dan suhbatdan o'tganman. HR o'zimizda o'zbek qiz. Juda ham strogiy HR. Strogiy degani yomon degani emas, shuni ham bilinglar. Strogiy degani talabchan. Undan keyin shu hamma talablarga mos kelganingizdan keyin sizni line manager bilan, shu marketing bo'lim boshlig'i bilan gaplashtiradi. Specialist yo'nalishiga kirayotgan bo'lsa, agar top manager yoki bo'lim boshlig'i yo'nalishiga ishga kiradigan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri direktor bilan gaplashtiradi. Birinchi etapida anaqa berishgan, zadaniya berishgan. Shu zadaniyani chiroyli qilib topshirganman. Zadaniyani topshirayotgan paytimda ikkinchi etapida HR bo'lmaganlar, lekin qolgan mana menejerlar, marketing bo'limi xodimlari, direktor, regionalniy direktorlar qatnashgan. Uzr so'rayman, bosilib ketdi, chiqib ketibman. Bitta savolga javob bera olmaganman. O'zimning hisob kitobim bo'yicha tashqi reklamani savdoga ta'siri deb turib bitta slayd qo'shib ketganman. Mani xatoyim bo'lgan, sababi tashqi reklamani aynan bannerlarni oladigan bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini hisoblash juda ham qiyin. Agar promokod, QR kod, shunga o'xshagan narsalar qilmagan bo'lsangiz. Endi 2016-yil QR kodlar hali populyar emas edi, yo'q edi desa ham bo'ladi. O'zbekistonda ishlatilmas. Misol uchun unchalik mashhur emas edi, praktichniy emas edi odamlarga, hali o'rganmagan. Shuning uchun shu joyda tutilib qolganman. Qanaqa qilib hisoblaysan? Xo'p, mana banner ilib chiqding, butun Toshkentga 100 ta banner ilding. Savdoga qanaqa ta'sir bo'ladi? Qanaqa hisoblaysan deganda shu joyda tutilib qolgan. Endi tutildi degani bu fail emas, bu o'sha vaziyatdan chiqib ketish imkoniyati, ya'ni qanchalik siz vaziyatdan chiqib keta olasiz. Bu ham bitta mahorat, soft skill. Men endi aytganman, shunaqa promokod yoki QR kod, shunga o'xshagan promokod aytganman. Promokod qo'yadigan bo'lsak, yoki ikkinchi variant berganman, unikal telefon raqam, masalan, Yunusoboddagi bannerlarga bitta nomer, yana boshqa bannerlarga yana bitta nomer qo'ysak, qaysi reklamadan, qaysi tashqi reklamamizdan ko'proq lead kelayotganini yoki sotuv bo'layotganini bilsak bo'ladi deb aytganman. Xullas, shunaqa qilib ikkita etapda ishga kirganman, ishga olishgan. Bu endi ancha mana deyarli 10 yil bo'libdi. 9 yildan oshdi, 2015 bo'lsa. 2025 hozir. Endi qolganlarigacha esa, qolganlariga ham xuddi shunga o'xshash etaplari bor, o'ziga yarasha, o'zingizni ko'rsatishingiz kerak va hokazo. Kimgadir pul berish kerak yoki tanish bilish qilib kirish kerak degan narsaga men ishonmayman. Bunga qarshiman. Sababi mayli aytaylik, tanish bilish qilib kirdingiz. U tanishingiz ertaga ishdan ketsa nima bo'ladi? Yoki misol uchun tanish orqali kirgan bo'lsangiz, bilib qolishsa nima bo'ladi? Misol uchun palonchi akani jiyani ekanda, o'shancha yurgan ekan ishxonada, boshqacha qabul qilishadi. Mayli opit yig'ish uchun boshida 1 yil, 2 yil vaqt ishlashingiz mumkin, lekin doimiy ravishda tanish bilish orqali kirishga men qarshiman. Bilimlar doirasida masalan marketing Singapurda olgan bilimlarim yetgan. Keyin Dubayda ham 2 yil opit yig'ib kelganman. Balkim o'sha ham foyda bergandir. Dubayda srazu korxona ochganmiz. Free Zone kompaniya ochganmiz.
Frizonni asosiy fishkasi butunlay kompaniya siz nomingizda bo'ladi. Boshqa birorta investor bo'lishi shart emas. Frizon ochganmiz, shu yerda marketing yo'nalishida ishlaganmiz, noldan boshlab. Bu ham katta opit bo'lgan menimcha. Yaxshi. O'zi bir aytgandingiz, ya'ni bir suhbatda Dubayda naqadar marketologlar bizdan unaqa yaxshi emas yoki zo'r emas, ya'ni shunaqa ma'noda bir gaplashgan. Ha, Ravshan aka, qarang, Dubayda juda ham multinasionalniy anaqa Emirat, bundan tashqari butun dunyoda top kompaniyalar shu yerda joylashgan. Media City bor, Digital City, Internet City bor. Umuman olganda, masalan, Dubayga kelgan o'rta, sredniy bizneslarni oladigan bo'lsak, marketing bo'yicha tushunchasi o'rtacha. Masalan, bizdan mana 50 yil oldiga o'tib ketmagan demoqchiman. Agar shaharni oladigan bo'lsak-da, binolari, parklari va hokazo ancha oldinda, lekin aynan marketingni o'zini oladigan bo'lsak, tushunchasi unaqa chuqur emas. Shuning uchun menimcha bizda imkon bor yetib olishga, даже o'tib ketishga. Faqatgina shu saviyamizni, bilimimizni kuchaytirishimiz kerak. Doimiy ravishda kuchaytirib olishimiz. Mana shu forumlar, mitinglar, mana shu streamlar, keyin podkastlarni kuzatib, o'zimiz ham qatnashganda qanaqa, misol uchun iloji boricha bilimga ega bo'lib keyin qatnashish kerak. Hozir ham info siganlar ko'payib ketdi. U ham juda ham achinarli holat. Nimaga? Chunki ularga ishonib ketayotganlar qancha. O'shaning uchun bilimni kuchaytiraylik. Keyin Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Qarang, savdolarga o'zim misol uchun marketingda oladigan bo'lsak, strategik bor, keyin ko'proq kommunikatsiya ham borda. Ya'ni qanaqa o'sha strategik tarafda kuchaytirsa bo'ladi. Ya'ni o'z ko'pchilik korxonalarda, ya'ni chet narxlarda strategik tarafdan so'ydi, ya'ni bozor analiz qilish deylik yoki boshqa. Savolingizni tushundim. Strategiya bilan kommunikatsiya agar alohida oladigan bo'lsak, birinchi strategiya qilinadi. Strategiyadan ham oldin исследование qilinadi, marketing researchlar qilinadi. Mayli, u etapini agar u juda ham katta mavzu. U etapini olib tashlaydigan bo'lsak, ya'ni keyingi etapga o'tadigan bo'lsak, strategiyani ham sohani zo'r tushunadigan odam qilish kerak. Ya'ni marketingda anchadan ishlab yurgan, ham savdo sotiq, produktni yaxshi biladigan odam yoki birgalikda 2-3 ta odamlar jamlamasi tuzish kerak. Bitta masalan marketologman, strategman deb kelsa, u odamga butun boshli kompaniya strategiyasini topshirishi sal xato deb hisoblayman. To'g'ri, u odam qo'ldan o'tish kerak, lekin faqatgina o'sha odam o'zi qilish kerak degani emas. Kim bo'li bu odam agar outsourcingga olingan bo'lsa, siz korxonangizdan tashqaridagi odam bo'lsa yoki agentlikda depo degan agentlik bor. Farhod Qo'chqarov zo'r odam, strateg. Mana shu odam bilan masalan gaplashib birorta narsa qilsam bo'ladi. Lekin mana Farhod aka dannilar bitta strategiya qilib bering deb topshirib qo'ya olmayman, sababi ular bu yerga kelib o'tirishlari kerak. Har bitta sotuv menejerlarimiz bilan gaplashish kerak. Bozorni o'rganish kerak, hokazo. Chuqur o'rgangandan keyingina strategiya qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Savolingizga javob bera oldimmi yoki nimadir qaysidir moment qolib ketdimi? To'g'ri, shunaqa ekan. To'g'ri. Qarang, endi xalqaro marketing kompaniyalar ishlash tizimi haqida bir gaplashsak, shu haqida ma'lum qilsangiz, qanaqa o'zi ishlaydi? O'zbekistonda milliy brendlarni bir xil ishlaydimi yoki qanaqadir farqi bormi? Xalqaro strategiya bilan mahalliy xalqaro kompaniyada va mahalliy, to'g'rimi? Savol to'g'ri tushundimmi?
Ha, shu mahalliy o'zimiz mana mahalliy kompaniyalar bor. Endi xalqaro kompaniya Samsung deylik, Apple deylik, boshqasi qanaqa ishlaydi? Farqi bor, yo'q emas. Lekin bu farqi незначительный. Bu ikkala korxonada ham, xalqaroda ham, mahalliy kompaniyada ham bo'lmasligi ham mumkin farqi. Ya'ni bir xil bo'lishi mumkin. Ikkalasida ham ish olib borilishi. Nimaga bog'liq? Masalan, xalqaro kompaniyalarda Samsung, Vivo, Huawei ishlagan korxonalarim. Bularda HQ degan tushuncha bor, headquarters, главный ofis. Главный ofisdan o'zini umumiy yillik strategiyasi kelib tushadi. O'sha strategiyasini siz olib adaptatsiya qilsangiz, o'zingiz insightlaringizni bersangiz, bozor holatini qo'shsangiz, undan tashqari g'oyalar qo'shsangiz bo'ldi. Shuni o'zi zapusк qilishingizga yetadi. Endi mahalliyda shu ofis Toshkentda bo'ladi, HQ главный ofisi. Xuddi shunga o'xshab reja baribir asosiy ofisdan kelib tushadi. Misol uchun mahalliy kompaniyada menimcha bir ikkita nima deydi qo'shimchasi bo'lmaydi, masalan xalqaro kompaniyada bor qo'shimchalar. Bu mana bu gaydlar, brend booklar, bular hammasida ham bo'lishi mumkin, aytaman. Xalqaro turdagi tizimda ishlaydigan, ya'ni xalqaro tizimda ishlaydigan mahalliy kompaniyalar ham bor. Brand booklar, gaydlar bu marketingoviy instrumentlardan bittasi, ya'ni marketingoviy bo'lishi kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Hammasida ham bor emas. Xalqaro korxonalar исследованияga asoslanib, researchga asoslanib ish tutishadi. Mahalliyda bu narsa sal yuzakroq bor, исследованияsi bor o'zaro. Asosan shu rahbarini holatiga bog'liq. Masalan, menimcha deydi, kelinglar shu reklamani Toshkentda qilaylik, viloyatlarga keyin qilamiz. Yoki menimcha kelinglar shu televideniyega beraylik, shu yerda ko'pchilik ko'radi-yu deb reklamani boshlashgan holatlarni ham kuzatganmiz. Ya'ni men endi faqat reklama haqida gapirganda, qolgan instrumentlar ham bor bu yerda. Mana hozir savol kelib tushibdi, Shahzod Rahimovdan qurilish kompaniyasi uchun qanaqa marketing strategiya qilish mumkin deb. Bu ham shu strategiyaga asoslangan, ya'ni strategiya haqida savol. Qurilish kompaniyasi deganda shu odatda mahalliy qurilish kompaniyalari tushuniladi. Bor birlar yoki hamkorlik ishlaydigan korxonalar, ularda shu resursga asoslanib keyin strategiya tuziladi. Boya aytib o'tgandek, oson emas. Bitta savolga shundoqni, ayniqsa strategiya masalasida savolga javob berish oson emas. O'rganib chiqish kerak. Aynan research qilish kerak. Keyin SASTAC degan strategiyani shabloni bor. SASTAC, SOSTAC, SASTAC. Buni xalqaro korxonalar ko'p ishlatadi. Keyin GTM bor, go to market bor. Buni ham masalan smartfonchilar ko'p ishlatadi. Mana biz o'zimizda ham GTM strategiyasiz yilni boshlamaymiz. Strategiya bo'lishi shart. Va hokazo strategiyani bitta prezentatsiyada so'z bo'ladi. Misol uchun 10 ta slayd ichida 50 barolik kitobga o'xshagan katta dokumentda qilsangiz ham bo'ladi. Asosiysi bu narsani realniy ishlashi. Qilganingiz bilan, polkaga qo'yib qo'yganingiz bilan foydasi yo'q. To'g'ri, xuddi shunaqa. Strategiya ko'pchilik o'zi mahallaga qilinadi, lekin strategiya bo'yicha kelganda ishga bo'lganda o'sha strategiya ishlatilmaydi, faqat qolib ketadi ba'zi paytlarda. Holatlar ham bor, afsuski. Strategiya o'zi nima kerak bor deyishga ham mumkin. Strategiyaga e'tibor bermaslik holatlari ham bor. Strategiyasiz ishlaydigan korxonalar ham bor. Ularni men ayblamayman, sababi ishlab turgan bo'lsa, misol uchun yaxshi foyda keltirayotgan bo'lsa, why not?
da inglizchada aytadigan bo'lsa ishlab turibdi, foyda keltiryapti. Strategiya doim bo'lganmi? Bo'lgan urush paytlaridan o'sha jangda ishlatiladigan so'zda bu strategiya, urush strategiyasi bo'lgan, azaldan bo'lgan. Lekin savdo sotiqda doim bo'lganmi desa, yo'q. Savdo sotiqda manimcha marketing bilan birga kirib kelgan bu termin. Nisbatan misol uchun manimcha 100 yildan oshmaganda umumiy marketing anaqa o'zi umuman shu soha rivojlangan. Strategiya kerak. Strategiyaga vaqt yoki pul ajratish shu sabablik vaqt va pul ajratish niyati bo'lmagan sabablik strategiya boshlashadi yoki yuzaki strategiya bilan boshlashadi ishni. O'zi strategiya nima degan savolga javob beraylik. Birinchi, strategiya nima deb o'ylaysiz? Ravshanbek, mana sizga savol bering. Strategiya men qisqacha tushuncham korxonani A nuqtasi bo'lsa B nuqtasiga olib boradigan yo'lni qanaqa boramiz o'sha bo'yicha tuziladi. Keyin qolganiga taktika bo'yicha ketadi deb o'ylayman. Bitta A nuqtasi bor, mana shu yerdan keyingi yilga misol uchun hozir keyingi yilga yil oxirigacha 200 minglik savdo qilishimiz kerak deb kelishadi. Agar korxona yangidan tuziladigan bo'lsa, uni qadriyatlari korxona strategiyasi. Agar o'shanga marketingga zadacha qo'yadi deyman-da, ya'ni o'sha 100 mingdan 200 ming olib chiqishimiz uchun qanaqa yo'llardan ketishimiz kerak, nima qilishimiz kerak. Zo'r. Endi qolganlarga ham savol berib ko'raylik. Mana bizda onlayn hozir Ravshanbek, Shahzod Rahimov, Aysunur Sadullayeva, marketing korolevasi ham bor ekanlar. Keling, mana shu savolni shu odamlarga berib ko'raylik. Mikrofonlarga dostуп bersiz, menimcha yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, kimdir gapirmoqchi bo'lsa, qo'lni ko'tarsa beramiz. Bo'ldi, tushundim. Xo'p, paka qo'llarni ko'tarishguncha siz variantingiz to'g'ri. A nuqtadan B nuqtaga. Lekin A nuqta bilan B nuqtani kim belgilaydi? Biznesda kelib chiqib bo'ladi, ko'proq biznes strategiyasidan. Biznes strategiyadan kelib chiqdi, to'ppa-to'g'ri. Masalan, aytaylik, oyiga $1 million topayotgan kompaniya maqsad qo'ydi o'zini oldiga, oborotimizni 2x ga oshiramiz yil oxirigacha. Bu yaxshi maqsad, menimcha. Nima deydi, maqsad yo'ligida shu maqsad qo'ysiz ham yaxshi demoqchiman. Ya'ni nima uchun 2x bo'lishimiz kerak, 1.5x emas, 10x emas degan savol qo'ymaydi. Men eshitmaganman. 2x har yili 2x o'samiz desangiz, yaxshigina anaqa ter to'kish kerak va menimcha bu yaxshi maqsad deb o'ylayman. Endi bu maqsaddan kelib chiqib, уже marketing strategiyasi tuziladi. To'g'ri aytasiz. Marketing strategiyasi shunchaki byudjet yoki nima emas, kadrlar masalasi emas. Bularning hammasini birgalashtirib, o'zi umuman konkurentlarning analizi bor. Mana oddiy marketing 4 ta P'sini oladigan bo'lsak, product, price, place, promotion. Aynan shu ketma-ketligida produktdan boshlanadi. Sababi mahsulotingiz yaxshi bo'lsa-chi, bilasizmi, bir xil mahsulotlar bor. Reklamaga muhtoj emas. Odam yetarli, hattoki ishlab chiqaruvchi qiynaladi vaqtida chiqarib yetkazib berishga. Demak, birinchi P'ni zo'r qilsangiz, qolgan P'larga ehtiyoj bo'lmasligi ham mumkin. Birinchi P'ni biza ko'p holatda mana aynan местный kompaniyalarni nazarda tutaman. Bor, mana mahsulotim bor bo'ldi. Nima kerak bor o'zi uni yaxshilashim yoki nima qilaman deydi. Undan ko'ra reklamani kuchaytiraman. Shu oyiga 10 ming yoki 20 ming dollar ajrata olaman. Reklamaga pul tikaman. Sotuvni oshirsam bo'ldi deydi. Bitta teoriya emas, bitta nima deydi, formula bor yoki teorema bor.
mahsulotingiz yomon bo'lsa, qanchalik ko'p reklamaga pul tiksangiz, shunchalik tez odamlar biladi sizni mahsulotingiz yomonligini va shunchalik tez tugaydi sizni biznesingiz. Ya'ni yomon mahsulot reklama qilib, biznesingizga chek qo'yishingiz mumkin. Shu narsani biz tushunishimiz kerak. Shu demak mahsulot kuchaytirish prioritet. Keyin hozir mana misol uchun marketingda ko'pchilik bizneslar faqat sotuvga qaraganda faqat salesga brend qurishga hozir misol uchun brend qurishim kerak. Yana Otabek bilan gaplashganimizda shu 605 agentligi o'sha brend misol 2 yilda eng kam 2 yilda natija beradi-da. Eng kamida 2 yil sotuvga bo'lsin, boshqaga bo'lsin. Qanaqa qilsalar ko'pchiliklar xalqaro kompaniyalar yoki chetdan Xitoydagi bo'lsin, boshqa kompaniyalar kelsa o'zimizda mahalliy kompaniyalar nima qilishni bilmay qoladi-da. Brendi yo'q, aytadigan mijozlar bazasi yo'q. Mana quruq qilda qolib ketganga o'xshab qoladi. Nima qilsam bo'layotgan. O'sha qanaqa qilsa bo'ladi, ya'ni xalqaro kompaniyalarga chidamli bo'lish deylik. Konkurentоспособность haqida savol beryapsiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Qanaqa qilib chidamli bo'lish kerak konkurensiyaga? 1-2 yil vaqti bo'lmasa-chi, unib ketadimi degan ma'noda savol beryapman, tushunishim bo'yicha. Masalan, xalqaro kompaniyalar sizdan ko'ra ko'proq ter to'kadi, ko'proq qiynaladi. Olib kirish kerak, mahsulotga sertifikatlar olish kerak, har xil ruxsatnomalar olish kerak, jamoa tuzish kerak, reklamani, bozorni o'rganib chiqish kerak, marketingni mahalliy tarzda adaptatsiya qilish kerak. Shu 5 ta 6 ta etapdan keyingina kirib bo'lgandan keyin reklamasini yoki o'sha tatbiq qilishini boshlaydi o'zining tovarlariga. Siz shu bozor ichidasiz. Masalan, Ermak brendini oladigan bo'lsak, bular ham mahalliy brend, lekin qani birorta chet el brendi bilan o'tib ketdi, qurt bilan masalasida, misol uchun. Yoki umuman snacklar masalasida. Yo'q, chunki bozorni puxta egallagan odamlar miyasida o'rnashib bo'lgan. Ertaga misol uchun rossiyskiy brendlar kirib kelgan taqdirda ham buni polkada olib tashlay olmaydi Ermakka. Undan tashqari ular chet el brendlari nima to'laydi, har xil shu yo'l kirasi, rastamoshkasi va hokazo o'zgarishi rasxodlari bor. Siz mahalliy brend bo'lsangiz, shunchaki sifatli mahsulotni kerakli polkaga qo'ying bo'ldi. Shu asosiy nima deydi? Product price placement, uchtapani to'g'ri ishlatamiz. Oxirida promotion. Produktni zo'r qiling. O'zingiz ham mana shu narsani olib iste'mol qilasizmi? Misol uchun magazinga kirib mana shu narsani olasizmi? Shunaqa darajada qiling. Ya'ni nomiga emas, arzonchi emas, arzonchi narsalar ishlatma, yaxshigina, sifatli qilib. Mehmonlar kelsa shu narsani berasizmi mehmonlaringizga? Misol uchun sizda bo'lsa pechenye, hozir upakovkadagi pechenye yoki shokolad 1 kilolik mahsulotni 1 kilo mahsulotni nimasini narxida turadi. Demak, pakejga ham 5-piga ham e'tibor berish kerak. 4 ta pidan 5-pisi bor. 8 oyog'in 9-oyog'i deydi. 4 ta pini 5-pisi, ya'ni уже keyingi pilar ko'payaveradi. 5p, 6p ketaveradi. 5-pi bu package. Packagega ham berish kerak. Aslida bu 5-pini 1-piga ham qo'shib yuborsa bo'ladi. Masalan, product ichiga kirib ketadi. Product degani faqatgina ichidagi yeyiladigan yoki ichidagi mahsulot emas, bu ustidagi qadoqi ham product ya'ni birgalikda kelsa to'g'ri bo'ladi. Lekin alohida packagega upor berilgan sababi first impression is last impression edi, brending degan narsa bor. Shuning uchun первое впечатление zo'r qilib, polkalarda ajraladi.
man endi hozir faqat produkt, ya'ni iste'mol qilish mumkin bo'lgan produkt haqida gapiryapman. Aslida bu narsa hamma produktlarga tegishli. Servis bo'lsa ham zo'r qiling, sifatli qiling, keyingi pillariga ham e'tibor berasiz. Shunda narxi, joylashgan distributsiyasi. Bitta keys aytaman. Korxonaning nomini aytmayman. Shahar kichkina, davlat o'zi umuman dunyo o'zi kichkina. Hamma bir-birini taniydi, ko'pchilik bir-birini taniydi. Shuning uchun birovni brendiga putur yetkazilmagan holda bitta keys aytib o'tib ketaman. Bitta korxona salqin ichimliklar ishlab chiqaradi. U korxona brendingga, reklamaga rosa katta pul ajratgan. Mana shu общий revenuesida 20% gacha pulni reklamaga va brendingga tikib olgan. Sпрос paydo bo'lgan. Mahsulot yo'q polkalarda. Mahsulot yo'q. Nimaga unaqa bo'ldi desa, ularga shunaqa reklama, ya'ni shunaqa agentство tushib qolgan. Kelinglar deyapti, viloyatlarda qilamiz reklama. Kelinglar tam TVda, indoorda, hamma joyda, outdoorda hammasida qilamiz reklamani. Ahvat zo'r bo'ladi, chotki. To'g'ri, reklama agentligiga bundan foyda bor. Ya'ni qancha ko'p siz ishlatsangiz, o'shandan 5% nima, 10% olsa, kattagina summa bo'ladi. Lekin bitta narsani hisobga olish kerak. Yo'q mahsulotni reklama qilish, boyigi yomon mahsulotni reklama qilish bilan bitta narsa deyarli. Sababi yo'q, siz bir marta sizni brendingizni qidirib kelgan odam keyingi safar bo'ldi, bu do'konda bu brend sotilmaydi deb o'ylaydi. Shuning uchun keyingi safar so'ramasligi ham mumkin. Oddiy masalan, yosh bolaga bitta narsa beraman deb qo'lingizni ochsangiz, ichida hech narsa yo'q bo'lsa, keyingi safar kelmaslik darajasi ehtimoli juda ham baland. Shuning uchun yolg'on ma'lumot tarqatib bo'lmaydi. Yo'q narsani reklama qilib bo'lmaydi. Yoki birinchi o'rinda distributsiyani chotki qilish kerak, tarqatilishini, ahvatini, ya'ni ahvat deganda o'sha mahsulotlarning distributsiyasi polkalarda bo'lishi kerak. Keyin esa reklama, o'sha marketing anaqalarini, tizimlarini ishga solish kerak. Hozir distributsiya bo'lmas turib reklama bersa juda nima, ya'ni polkada yo'q, kelyapti bironta aytaylik marojno olmoqchi bo'lsam, polkada yo'q, anaqada yo'q, muzlatgichda yo'q. Reklama masalan to'ppa-to'p. Masalan, telefon sohasini olaylik, telefonni anchadan beri ishlayman. Bizda ham shunaqa holatlar bo'ladi. Reklamaga byudjet ajratilgan. Keyin nima yana? Misol uchun yangi modellar kelishi aniq. Hamma kerakli instrumentlarimiz tayyor, mahsulot o'zi yo'q. Nima qilamiz bu holatda? Hech bo'lmasa, ya'ni mahsulot bor, yetib kelgan O'zbekistonga, lekin hali distributsiya qilishga ulgurilmagan, misol uchun. Bu holatda nima qilamiz? Zoomga o'xshagan onlayn marketplace'larga qo'yib chiqamiz. Bo'ldi. Misol uchun SMMda, o'sha Facebook, Instagramlarimizda qayerdan olsak bo'ladi bu mahsulot, bozorda yo'q ekan-ku desa, Zoomdan olsangiz bo'ladi. Sizga tezda aytgan joyingizga dastavka qilib berishadi. Yoki masalan bizning hamkorimiz bor, Radius. Radiusda aytilgan vaqtingizga, aytilgan joyingizga yetkazib berish xizmati bor deb aytamiz. Ya'ni alternativa bo'lish kerak baribir. Ehtiyoj bormi, sпрос bormi? Siz shunga yarasha taklif ham yaratib qo'ying. To'g'ri. Sardor, bir iloji biz Samsungdan yoki hozirgi ishlayotgan joyingizdan bir amaliy kes bir aytaversangiz, ya'ni bironta mahsulot chiqyapti, uni qanaqa qilib turib xalqqa yetkazish bo'yicha, ya'ni yangi telefon brendimi yoki kompyuter brendi chiqyapti, o'shani qanaqa xalqqa yetkazib bersa bo'ladi, o'shani bir ketma-ketda bir aytaversangiz bir yaxshiroq bo'lar, amaliy keslar bilan. Mahalliy brend bo'lishi kerakmi yoki farqi yo'q, xalqaro brend? Farqi yo'q, xalqaro bo'lsa ham, mahalliy bo'lsa ham, xalqaro bo'lsa yaxshiroq. Qanaqa ishlaydi xalqaro brendlar? O'shani bir bizga
qiziqdi. Bu yerda autorayim. Xo'p, Etilion ZT korxonasini olaylik. Hozirgi paytda bir 10 odamdan 10 tadan 4tasi yo 5tasi ZT haqida eshitgan bo'lishi mumkin. Bu ham maloveriyatni deydi. Juda ham kam odam eshitgan. Aynan ZT smartfon ishlab chiqarar ekan, sotar ekan degan tushuncha hali kam. 10 tadan bittasi biladi. Sotib olgan yoki qo'shnisi sotib olgan yoki tanishi sotib olgan. Demak, bu marketdagi awareness, marketdagi bilim darajasi pastligini bildiradi. Bozorda biz haqimizda juda ham kam odam eshitgan. Bu katta muammo aslida любой marketolog uchun. Sababi masalan korxona endi to'g'ri 1 yil bo'ldi kirganiga. Ayrim sabablarga ko'ra hozir uzr. Parallelni yozishyaptim yana. Javob berib qo'y. Ayrim sabablarga ko'ra brend tanitishga, bozorga puxtaroq kirib borishga imkon bo'lmadi. Xudo xolasa bu yildan qaytadan bu narsani harakat qilib amalga oshiramiz. Qanaqa qilib kirib boradi xalqaro brendlar mahalliy bozorga? Yaxshi savol. Qanaqa qilib kirib borishi? Boyaga aytgandek strategiyasi bor. Brend strategiyasi, marketing strategiyasi, GTM strategiyalar, hamma strategiyalarni bitta nima deydi, yo'nalishga qo'yib olgandan keyin, kelishilgandan keyin byudjet ajratiladi. Byudjet o'sha qo'yilgan sotuv rejasiga asoslangan bo'lishi kerak. Masalan, aytaylik, bu yil biza 10 mingta yoki 20 mingta telefon sotmoqchimiz. Misol uchun, men hozir uslovni aytaman. 20 mingta smartfon sotmoqchimiz. Bu kichkina sifra hisoblanadi o'zi aslida. Nima qilamiz? 20 mingta telefonni agar eng arzon telefonimiz o'rtacha $150 bo'lganida 3 million dollarlik оборот qilmoqchimiz. Kamida bundan 5% marketingga ajratishimiz kerak. 5% bo'ladi, $150 ming bo'ladi. 150 ming 12 ga bo'lib olsa, $12,500 oylik marketing byudjet. Endi oylik qilib ishlatsangiz ham bo'ladi yoki kvartalniy, masalan, 3 ga ko'paytirasiz. Kvartalniy $37,500 pulingiz bor. Buni masalan yanvarda umuman pul ishlatmasdan, fevralda kamroq ishlatib, martda yaxshigina summani PR ga, marketing harakatlariga tiksangiz, yaxshiroq natija bo'ladi. Chem hammasini 3 oyga ravnomerno bo'lib, oyma-oy qanaqadir kuchlik natija bermaydigan narsalarga tikib olgandan ko'ra, 1 oy sabr qilib, 2-oyda kamroq ishlatib, 3-oyda boom qilib, srazu kirib borsangiz bo'ladi, misol uchun. Endi mahsulot kelishiga ham bog'liq. Masalan, bizda martda keladigan bo'lsa, mahsulotimiz martda bittada boom qilishimiz kerak. Demak, biz yanvar, fevralda pulni ekonom qilib turishimiz kerak. Shunaqa o'zgarishli strategiyalari bor. Bu endi ichki nimalar, rejalar. Hamma ham bu narsani ochib o'rmaydi. Keyin confidentiality, NDA lar bor, compliance degan narsalar bor. Bu hujjatlar sizni brendingiz haqida ochiq oydin gapirib, ma'lumotlar bilan bo'lishga ruxsat bermaydi. O'zimman, menimcha noto'g'ri. Siz konkurentlar eshitayotgan bo'lsa, siz keyingi xodingizni aytib tursangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun umuman olganda, agar общий qilib aytadigan bo'lsak, shu strategiyalar, birinchi research, keyin strategiya, keyin byudjet ajratish, keyin u byudjetni taqsimlash. Masalan, aytaylik, boya aytdik-ku, hozir bilmayman. $150 ming dedik. Shu $150 ming men 50% brending ishlataman. Brending deganda bu
ichki va tashqi brending, onlayn offlayn brendinglarga ishlataman. Qolgan 50%ni yarmi PR-ga ketadi, yarmi podarkalarga, promotionga ketadi, promo activitylarga, BTLga ketadi deb bo'lib chiqiladi. Va eng asosiysi maqsaddan chetga ketib qolish kerak emas. Maqsadimiz nima edi? Odamlar biz haqimizda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi. Yana bitta maqsad nima? Ishonch yaratishimiz. Xitoylik brendlarga ishonch oldindan past bo'lib kelgan, masalan, statistika oladigan bo'lsak, made in China deb haligacha sifatsiz narsalarni aytishadi ayrim hududlarda, ayrim odamlar. Lekin hozir eng ko'p mahsulot, eng sifatli mahsulot ham, masalan, iPhone ham olsangiz, Tesla'ni ham olsangiz, Xitoyda ishlab chiqarilyapti. To'g'ri, AQSh nablюденияsi ostida yoki o'sha Germaniyaning mashinalari ham Xitoyda ishlab chiqarilyapti. Germaniya nimasi nazorati ostida. Lekin baribir Xitoyda ishlab chiqarilyapti. Made in China. Demak, aytmoqchimanki, ishonch uyg'otishimiz kerak. Ishonch qanaqa uyg'otiladi? Odamni ushlab ko'rish kerak. Bitta keys bo'lgan, menda Dubayda suv sotamiz. Suv qanaqa? Filtr sotamiz. Aslida filtrni sifatini ko'rish kerak odam. Qanaqa ko'radi? Filtrdan chiqqan suvni ichib ko'rib keyin ko'radi. Bu filtr xususiyati shunday ediki, hatto dengiz suvini ham filtrlab sizga ichimlik suv qilib beradigan xususiyati bor edi. Ichida kerakli minerallar qo'shib beradi, xolisiz gazirovanniy qilib beradi, xolisiz shu bez gaz qilib chiqarib beradi. Yaxshi filtr, nemetskiy filtr edi. Keyin o'zimchalik o'sha paytda institutni bitirgan bola flyerlar, bukletlar chiqardim, stend qildim, dizayn qildim, promotorlar qo'ydim, o'zim ham chiroyli kiyinib, matnlarni yodladim, chiroyli bo'lib turibmiz stendda. Cho't odamlar kelmayapti. Keyin o'sha germaniyalik mutaxassis keldi. Sen nima sotyapsan dedi. Men filtr sotaman dedim. Filtr sotsang, suvni ko'rsatib odamlarga sampledan bergan. Not paper sale. Qog'ozlar sotmaydi deyapti. Water sells, water deyapti. Ichimlik bersangina keyin bilishadi sifatini. Suv bersang, suvni sotish uchun suv berishing kerak degan ma'noda aytib o'tdi. Qo'pol eshitildi o'sha paytda, lekin tushundim, shu meni xatoyim, qog'ozlar orqali yoki qanaqadir reklamalar orqali men odamlarga ma'lumot yetkazmoqchi bo'ldim. Vaholanki u odamlar oldimda turibdi. U boshqa davlatda, boshqa mintaqada emas. Oldimda turgan odamga mana bizning filtr, mana shu filtrdan suv, mana suv ichib ko'r. Yoqdimi sifati? Пожалуйста, mana shu filtrni xarid qilsang, uyingda doim sifatli yaxshi suv bo'ladi. Yaxtang bo'lsa, yaxtangga qo'yib qo'yasan. Hattoki o'sha dengiz suvini ham filtrlab beradi degan ma'noda keyin tushuntirsak, o'sha interes ko'paydi. Shu paytda bitta sheyx keldi, menga bir 8 tacha filtr berasan dedi. Nimagaligini tushunmadim, lekin o'sha paytda birinchi ko'rgazmani birinchi yoki ikkinchi kunda 8 ta filtr sotishga muvaffaq bo'lganman. Suvni ichib ko'rgandan keyin flyer berganda bunaqa effekt bo'lmas edi. Umumiy olganda tushuncha shunaqa. Nimadir sotmoqchimisiz, u mahsulotingizni samplini bering, odamni ushlab ko'rsin. Servis sotmoqchimisiz, testoviy demo versiyasini bering servisni. Nima sotmoqchi bo'lsangiz ham o'sha mahsulotingiz bilan experience qildiring odamlarga. Shu sababli strategiyaga ham shuni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, telefon sotmoqchimizmi? Telefonlarimiz har bitta do'konni polkasida bo'lsin. Bizda masalan ZTE telefoni bor degan qanaqa-yu, mana ZTE telefoni olib ishlatib ko'ring. Qo'lda juda ham qulay turadi. Mana kamerasi, test qilib ko'ring. Protsessor tez ishlaydi, ekran chastotasi yangilanishi kuchli, experience bersiz, shu narsa sotadi aslida. Lekin spiskada mana bizda telefoni bor, arzon telefonlardan misol uchun desa, ana odam to'xta deydi, mana boshqasini ham ko'raychi deydi, misol uchun boshqa brendga o'tib ketish ehtimoli ko'payib ketadi. Shuning uchun mahsulotingiz polkada bo'lsin. Sample ham.
nafaqat skladda qayerdadir yotgan realniy polkada realniy tovar bo'lsin shu. o'ziga ko'proq mana shunaqa narsalarda ya'ni o'sha oziq ovqat sohasida ya'ni sotuvchilarga ham ko'proq e'tibor beradi. Ya'ni sotuvchilar oxirgi sotadigan mahsulot bilan sotuvchi bo'ladida. Ya'ni kimdan agar savol bo'lsa bersa yaxshi bo'ladi. Qo'ldan ko'taringlar, mikrofonlarni yoqinglar. Ravshanbek mana listening qilyaptilar. Doniyor Yo'ldoshev. Savollarni beringlar bemalol. Savollar kelib tushguncha, savollar berilyapti gruppada, manimcha tekst ko'rinishda. Savol faqat kursingiz bormi degan savol bor ekan. Menimcha qanaqa? Kurs bormi yoki qayerda o'qisam bo'ladi marketing bo'yicha degan savol bor ekan. Mani kursim bor. Kстати, yaxshi savol. Kurs bor. Individual hozircha, guruhli kursga hali o'tmadim. Individual kursni shaxsiy lichkaga yozsanglar, o'sha yerda gaplashamiz. Bo'ldi. Unda sizni lichkangizni berib qo'yamiz. Agar o'qimoqchi bo'lsa, bemalol o'qisa bo'ladi. Qarang, Shahzod Rahimov savoliga javob berib ketay. Qisqacha qilib aytganda, qurilish kompaniyasi uchun qanaqa marketing strategiya qilish mumkin? Qurilish kompaniyani marketing strategiyasidan ham oldin produkt strategiyasi, ya'ni umuman biznes strategiyasi bo'lishi kerak. Qayerdan yer olamiz? O'zimdan ham oldin research bo'lishi kerak. Hozirgi paytda eng ходовой kvartiralar qaysi? Kichkinaroq kvadratga ega bo'lgan, qimmat bo'lmagan, remonti bor, shahar o'rtarog'ida, ya'ni metro kommunikatsiyaga, ya'ni o'sha markaziyroq joylarda joylashgan va narxi qimmat bo'lmasligi kerak. Misol uchun o'rtacha narx hozir $1000 bir kvadratga. Undan agar oshib ketadigan bo'lsa, 1,5-2 mingga qarab ketadigan bo'lsa, o'sha eng кровавый okean, Красный okeanga tushib qoladi sizni mahsulot. Красный okeanda, ya'ni o'sha bilasiz, baliqlar bir-birini yeyotgan joyda sizni mahsulotingiz, ya'ni sizni kvartiralaringiz sotilishdan qiyinroq bo'ladi. Bu yerda ko'proq byudjet ketadi. Shuning uchun siz imkon qadar ommabop, xalqbop kvartirani qurishingiz kerak. Va yer masalasida hozir juda ham qiyin yer olish. Oldin ham oson emas edi. Oldin masalan 2017-2018-yillarda bitta yer, biz 2 gektar yer olganmiz. Narxi 1 gektarga $1 million oshiqroq edi. $2 million shaharni shu Darxon tomonidan olganmiz. Nisbatan hozir qimmat bo'lmasligi mumkin, hozir aytayotgan raqamlar, lekin aytmoqchiman, hozir undan ham qimmat. Hozir juda ham qimmat. Hozir kvartiralar ham palon-pul bo'lib ketdi. Xalq nimani xohlaydi? Shuni o'rganib chiqing. O'zingiz ham masalan qayerdan kvartira olgansiz? Nima uchun? Keyin yana bitta narsa, to'lov usullarini qulay qilib qo'yish kerak. Masalan, $100 ming cho'nchagida bor yoki kattaroq korxonada ishlab yig'gandir yoki biznesda farqi yo'q. Shu $100 ming puli bor odam chertib xohlagan joydan uy oladi, eng zo'rini. Lekin asosiy auditoriya unaqa emas-ku. Cho'nchagida puli bilan yurmaydi-ku. Bo'lib to'lashga qiziqishadi, imkoni bor, ya'ni yoki endi kimgadir ipoteka, kreditlar, kreditga qarshiman. Lekin imkon juda ham kam odamlarda sразу bitta katta kvartirani sotib olish. Shunga qarab takliflaringizni bering demoqchiman. Hozir gapingiz bo'ldi. Daromaddan kelib chiqqan holatda. Aholining daromaddan kelib chiqqan holda. Aholining daromadi hozir qanaqa? O'rtacha. O'zbekiston miqyosida $500-600.
Toshkentda sal balandroq, sababi Toshkent alohida respublika demoqchi emasman. Toshkent poytaxt, ham ko'p investorlar shu yerga keladi. Shu ma'noda Toshkentda o'rtacha oylik daromad manimcha 700-800 $700 deylik. To'g'risi hozir statistikada sal adashishim mumkin. O'zi statistikani o'zi ko'p holatda xato bo'ladi. Примерно aytyapman-da endi. Oyliklardan kelib chiqib. Masalan, dizayner oyligi $700 dan $1000 gachaligini bilaman. Даже undan ham ko'proq, undan ham qimmatroq dizaynerlar bor. Hop, yana strategiyaga sizga qo'shimcha showroomingiz bo'lsa, albatta, showroomsiz sotish juda ham qiyin, noto'g'ri deb o'ylayman. Ertaga kvartira tayyor bo'lganda qanaqa ko'rinishda bo'ladi desa, mana ikkita showroomimiz bor, bir xonali va 3 xonali. Bir xonali bilan 2 xonali deyarli bir xil, xonasida farq qiladi. 3 xonali bilan 4 xonali deyarli bir xil. Unda ham bitta xona qo'shimcha bor. Ishlatiladigan mahsulotlarimiz juda ham sifatli. Misol uchun ishiromlar palonchi brenddan, kommunikatsiya palonchi brenddan, brendlarni ham nomlab o'tsangiz bo'ladi. Keyingi etap уже mahsulotingiz tayyor, showroomingiz tayyor. Endi marketing va sotuv kanallarini jotki yo'lga qo'yib qo'yish kerak. Nimaga bunga urg'u beraman? Tasavvur qiling, savdo bo'limingiz tayyor emas. Aytaylik, bitta odamingiz bor sotuvda. Call centeringiz yo'q. Lekin siz bu yerda reklamani bang'illatib yotibsiz. Pulni reklamaga tikib yotibsiz. Qat'iy telefon qiladi odamlar. Oldin sizda bo'lsa, Golden House bitta nomeri bo'lardi. 4 ta birlik. Telefon qilsangiz hech kim ko'tarmasdi. Gudok ketaveradi, hech kim ko'tarmaydi. Qaytban qilmaydi eng qizig'i. Shunaqa holatlar lidni yo'qotishiga olib keladi. Lid masalan bitta bochkaga oqayotgan suv bo'lsa, chetlaridan oqib chiqib ketadi yoki teshik bochka teshikdan chiqib ketadi. Demak, siz klient yo'qotasiz. Potensialni mijozni yo'qotasiz. Baribir hech kim ko'tarmaydi telefonni. Ertaga qilsam ham ko'tarmaydi, indin qilsam ham ko'tarmaydi. Endi bir martadan keyin yoki 2 martadan keyin boshqa telefon qilmaydi. Konkurentga telefon qiladi. Sizni reklamangiz konkurentga ishlayotgan bo'lib qoladi уже. Men u yoqmoqchi emas edim, lekin zo'r g'oya kelib qoldi. Mana Golden House'dan kvartiralar bor ekan. Davay mana shu pulimni kvartiraga tikaman deb Golden House'ga bitta telefon qilsa. Hozir unaqa demoqchi emasman, o'sha paytdagi boshida. Hozir yaxshi bo'lib ketgan уже. Qaytban telefon qilishadi, showroomga chaqirishadi. Shuni o'ylayman aytgancha, showroomga chaqirish, ofisiga chaqirish o'rniga ofisdan odam jo'natsa-chi domi. Kelib, oldingizda prezentatsiya qilib, katalogini ko'rsatib, gaplashib ketsa yoki Zoom встреча qilsa. Chunki menda ko'p holatda kvartira olish jarayonida men o'zimga ham kvartira qarab yuraman. Showroomimizga keling deydi, shu bilan gap tugadi. Showroomni Parkenskiyni qayerdadir bo'ladi yoki Parkenskiy ham jam yer chekasizmi? Toshkent chekasizmi? Baribir. Mana sal uzoqroq bo'lishi mumkin. Yoki misol uchun Chilonzor, mana uzoqroq, masalan 10 kilometr uzoq bo'lsa, borish masalasini o'ylab ko'raman-da. Har doim vaqt bo'lmaydi. Shuning uchun ofisga kelishni ham menimcha уже onlaynga o'tkazish kerak yoki o'zlari kelish kerak sotuv bo'lib. Chunki Varonkadan men o'tdim, call centerdan ham o'tdim. Sotuv menejeri bilan gaplashdim. Pulim bor deb turibman, misol uchun. Endi showroomimizga keling desa, неужели mana shu joyda lidni yo'qotishga tayyor bular? Potensial klient. Xato-ku. Tizimimiz shunaqa. Endi tizimimiz shunaqa bo'lsa, значит, odamga mos ekan. Masalan, esingizda bo'lsa, oldin mashinalarda test drive yo'q edi. Hozir ko'p korxonalar test drive yo'lga qo'yib qo'ygan. Bu ham mijozga qarab bir qadamda kamida. Demak, shu narsa kerak ekan. Dunyo miqyosida shu narsa mashhur, populyarmi? Bizda endi paydo bo'ldi. Shunga o'xshab mijozga qarab yurish kerak, menimcha. Shu asosiy narsalar keyin уже reklamaga pul tikiradi. Poyga narsa, product, price, place, promotion. To'g'ri.
agar kimlarga qiziq bo'lsa mana shu yerda men bir ma'lumot statistikani aytib o'tsam, O'zbekistonda men o'sha o'zimni qurilish sohasida shu loyihalarimiz bor, shularni ishlaganimizda bir aynan aholi daromadini hisoblaganda $10,000 ko'p pul topadigan oyiga 1% ekanda, ya'ni tadbirkorlar ko'proq. Qolgan 5,000 bilan 10,000 orasidagi 2%, $1,000 ko'proq topadigan 9-10% atrofida. Asosiy kelgan uyda oladigan qurilishdan uy oladigan o'rtacha nimasi endi bu viloyatlarga qarab farq qiladi. 5 million bilan 10 million o'rtasida. Ya'ni shunaqa. Qolgani misol uchun ya'ni 40% 5 milliondan kam pul topadi endi. 1 million aytaylik 2 million topadi. Ular endi biz auditoriyamiz emas deyishga mayli, lekin eng asosiy qurilishda agar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 5 million bilan 10 million o'rtasida topadigan aholi bor, ya'ni u 35-40% atrofida, ya'ni asosiy auditoriya shunaqa. Shunaqa statistikani oladigan bo'lsak, o'zi 2,000 yoki $3,000 pul topadigan odamlar dunyo miqyosida ham 1%, 2% top nechidir foiz tashkil qiladi. Yaqinda shu statistika chiqdi. O'zbekiston miqyosida $2,000 oylik yoki $2,000 pul topadigan odam top 1% ga kirar ekan deb statistikani ko'rdim. Hozir bilasiz, hamma narsani ChatGPTga yozsangiz chiqarib beradi. Даже доказательстволari bilan. Ravshanbek, shu masalada nima deb o'ylaysiz? Mana AI mavzusini ham baribir ignor qila olmaymiz. AI bizda marketingga ta'siri yoki roli qanaqa deb o'ylaysiz? Men juda katta deb o'ylayman, chunki bizda endi hamma ma'lumotlarni, misol uchun bizda borku marketingda o'zini etaplari boshidan keladigan bo'lsak, ko'proq statistika bo'yicha, keyin mijozlar o'rganish bo'yicha aynan AI keyingi o'ringa o'tadi. Ya'ni next etapga o'tadi. Hamma ma'lumotlarni AI ga biriktirsa, AI ertaga chiqarib beradi. Kimda qanaqa nima bor. Mijozlar ehtiyojini o'rganish uchun ham, statistikani o'rganish uchun ham, data yig'ish uchun ham ertaga eng katta marketingda kerak bo'ladigan bu AI bo'ladi. To'g'ri. AI marketingga umuman, nafaqat O'zbekiston marketingi, butun dunyo marketing sohasiga umuman ta'siri juda ham katta. Researchdan tashqari, faktlar, statistikalar va undan tashqari instrument sifatida ham zo'r ishlaydi. Misol uchun ChatGPT o'zini emas, boshqa umuman AI oladigan bo'lsak, hozir chatbotlar iskusiy intellektga bog'lanyapti. Oldin masalan bitta odam community manager oladigan bo'lsangiz, ishga ulgurmasa, masalan oldin esingizda bo'lsa, mana 2-3 yil oldin ham javobga uzoq borish shart emas. Community manager ulgurmaslik soобщениyaga javob berish. Keyin ertalab gap eshitadi. Nimaga 10 soatdan beri yoki 20 soatdan beri mana bu soобщение javobsiz turibdi. Bu axir bizdan lead-ku deb urishardi. Hozir chatbotlarni avtomatizatsiya qilib qo'yishgan, даже avtomatizatsiya emas, aqlli o'sha AIlarni внедрять qilib qo'yishgan. Hozir siz o'zbek tilida, hozir siz ingliz tilida savollaringizga javob beradi. Hatto sotuv varonkasi bo'yicha ham siz olib keta olasiz. Undan tashqari dizayn bo'yicha mana o'zim AI ishlataman. Tizim berish uchun oldin men o'tirib birorta referens berishim kerak. Ya'ni tizimni o'zbekchada qanaqa texnik zadание. Vazifa, dizaynerga vazifa berishim uchun internetdan shunga o'xshash rasmlarni topib, yonma-yon qo'yib turib, yoniga spesifikasini yozib chiqardim. Masalan, Bellissimo pizzada ishlaganimda shunaqa qilganman. Mana bunaqa bo'lsin, mana pizza, mana oila, yoki do'stlar atrofida yig'ilgan o'tiribdi va hammasi xursandchilik, hammasi har xil yorqin kiyimlar kiyingan, gazonda o'tirishibdi, pizza yeyishyapti. Desam, dizayner so'zni-so'z agar tushuna olsa, agar nima deydi, e'tiborli dizayner bo'lsa va men aytayotgan narsamdan qo'shimcha narsalarni, ya'ni o'zini tasavvuri ham kuchli bo'lsa, zo'r qilib rasm chiqarib berardi. Lekin bunaqa dizaynerlar kam edi. Menga tizimni 100% cho'tki qilib bering, keyin men siz aytganingizni chiqarib beraman degan dizaynerlar bor. Hozir nima bo'ldi?
tezini yozasiz qisqacha, ChatGPTga tashlaysiz, подробный qilib yozib beradi. Bir ikki joyini to'g'rilaysiz. ChatGPTga o'ziga aytasiz. Menga rasmini ham chiqarib ber deysiz, reference qilib. Rasmini ham chiqarib beradi yoki o'sha boshqacha rasm chiqaradigan AI'lar bor. Midjourney'ga o'xshagan. Любой narsa, o'zbek chehralari bo'lsin, siz o'zbek chehralarini qo'yib berasiz. Shu bilan dizaynerga faqatgina shu narsani sifatli qilib joylashtirib berish, sifatli rasm yoki video qilib berish qoladi. Ya'ni dizaynerni bu yog'i o'sha mahoratiga, talantiga bog'liq. Shunaqa. Shu ancha yengillashtirdi ishimizni aslida. Shunaqa bo'ladi. Hozir bir qana aytaman, kesdim. Community manager vazifasini bajaryapti. Yaxshi, shunaqa narsa o'zim qilib ko'rganman. Ya'ni bu yerda olinadi, ChatGPTni bazasiga ulanadi, API orqali ulaganingizdan keyin u xohlagan savolingizga javob beradi. Ya'ni faqat shablon savollarga emas, xohlagan savolingizni xuddi odam qanaqa yozayotgan bo'lsa, community manager ChatGPT shunaqa yozadi. Ya'ni bu oylik to'lasi $50 shunaqa edi. Shunaqa yozgan keyin yaqinda yana bitta narsa bo'lyapti. Call centerga ham o'zi unaqa studentlar ishlatyapti. Agar studentlik bo'lgansa, o'zlari telefon qilib, xuddi odam singari gaplashib, siz gapirsangiz, shu gapingizdan o'qib javob qaytaryapti. To'g'ri. Menga ham ko'p telefon qilishadi mana shunaqalar. Qanaqadir tadbirlar bor, shunga kela olasizlarmi deyshadi. Keyin men buni robot emasligini qayerdan bilaman? Rus tilida gapirsam ham o'zbekchada javob beradi, keyin boshqacha ma'lumot. Ismingiz nima desa, masalan, Sardor demayman, Samsung deyman. Samsungda Sardor ajrata olmayotgan bo'lsa, misol uchun. Shuning uchun bunga nima deydi? Bu juda ham yaxshi aslida. AI ishlatishayotgan, sotuvda ham, call centerda ham, oldingizda bo'lsa, mana shu 1-2 yil oldin ham call centerda 200 talab, 400 talab ishlayotgan odamlar bo'lardi. Hozir xuddi shu vazifani AI yaxshigina bajaryapti menimcha. 200 odam ishlatmaydi, o'shani o'rniga bitta aytaylik 10 ta odam ishlatib, faqat sotuvgani qilsa bo'ladi. Ya'ni call centerda o'zi AI telefonlar bu anaqa budjet jihatdan anchalik foydali bo'ladi-da. To'g'ri. Masalan, AI 200 ta odam ishini bajarib beradi. Maqsadi o'zi nima? Call center filtr. O'sha filtrni bitta AI bajarib berishi mumkin. 100 ta odamga telefon qiladimi, 1000 ta odamga telefon qiladimi, unga вообще farqi yo'q. Unda hech qanaqa serverga tushadigan nagruzkadan boshqa nagruzkasi yo'q. Точности masalasida savollarim bo'lishi mumkin. Masalan, boyagidagi masalan o'zbekchada zo'r gapirsam, o'sha AI tushunishi mumkin. Lekin qoraqalpoqchada gapirsam, misol uchun, qozoqcha yoki qoraqalpoq уже tushunmay qoladi. Yoki o'zbekchani ham 12 tadan ko'p shevasi bor. Har xil shevada gapirsam, balkim uni ham tushunmay qolar. Shuning uchun AI haligacha 100% zo'r ishlaydi deya olmaymiz. Yildan yilga yaxshilanib boryapti, lekin odamni o'rnini 100% bosib egallab oladi degan tushuncha menimcha noto'g'ri. Ishini yengillashtiradi-da, lekin o'rnini bosa olmaydi. Hozir robotlar ham chiqqan, bilsangiz, Elon Musk o'shani Tesla AI robotlari chiqqan. Humanoidlari. Eshitdim. Narxi esimda, adashmasam $40,000 mi, $50,000 turar ekan. Odam bajaradigan deyarli hamma ishlarni bajarar ekan, o'sha uydagi ishlar, bolaga qarash, ovqat pishirish, shunga o'xshagan. Kimgadir kerak shu narsa. Lekin menimcha narxi sal qimmatroq. Masalan, xitoyliklar yaqinda buni $10,000 chiqarsa kerak deb o'ylayman. Keyin tasavvur qiling, bu qo'li bor, muskuli bor narsa. Ertaga sizni farzandingizga yoki yosh katta odamga hujum qilib qolsa, qanaqa to'xtatasiz? To'xtata olmaysiz robotni. Yokida misol uchun oshxonada ovqat pishirayotganda skоворodkani duxovkadan olmagan bo'lsa, qizib yonib ketsa,
u o'chirolmaydi, misol uchun o'chirolmasligi mumkin agar unaqasida bu narsa yo'q bo'lsa, programmasida. O'qitilmagan bo'lsa. Keyin javobgarlikni hech kim olmaydi. Masalan, odam nimadir parod qilsa, odam bo'yniga ilsangiz bo'ladi. Robot parod qilsa, kompaniyani bo'yniga ilolmaysiz. O'zing qaramagansan deydi. Xuddi shunday, masalan, hozir bespilotniy taksilar ham chiqqan chet elda, bizda menimcha hali chiqmadi. Bittasi krug ichiga kirib qolgan, ana krugovoy bormi? Aylanib tugamayapti, ana ko'nglim aynib ketdi, mashinadan tushaman desam to'xtata olmayapman deb call centerga telefon qildi. Call center kutib turing, hozir muammoni bartaraf qilmoqchimiz deydi. Men уже boshim aylanib ketdi, samolyotga kech qolyapman deb telefon qildi. Kim javob beradi bu yerda? Kompaniya maksimum sizga biletingiz pulini oстановить qilib berishi mumkin, lekin boshingiz aylanib ketganini tiklab bera olmaydi-ku. Agar avariya bo'lsa nima bo'ladi? Shuning uchun robotlarga butunlay odamni sog'lig'ini, odamni hamma ishlarni topshirish menimcha bu ahmoqlik. Lekin asosda shu narsalar rivojlanyapti. Xitoyda ham bir eshitdim, men bu doktorlarni miyasida nima bo'lsa, hammasini bitta robotga singdirgan, ya'ni o'sha o'qitilganda o'sha robot operatsiya qilayotgan. Ya'ni birinchi operatsiyasi o'tkazgan robot qilgan. Bu narsalar ham bo'lgan, endi lekin kamchiliklar bor, lekin sun'iy intellekt bu kelajak ancha. Shunaqa fikrdaman. To'g'ri, mana Neuralink degan anaqa bor, Elon Musk miyaga chip o'rnatish tizimi bor. Har xil imkoniyati cheklangan odamlarga miyasiga chip o'rnatib, hatto sog'lom odamga miyasiga chip o'rnatib, robotizatsiya qilib odamni imkoniyatlarini ko'paytiryapti, как будто-da. Lekin o'shaning operatsiyasini robot qilar ekan, miyangizni полный skan qiladi, qaysi nuqtalarida nervlar o'tmagan, qaysi nuqtalaridan o'sha chip o'rnatsa bo'ladi, yaxshilab ko'ra oladi, keyin o'rnatadi. Endi tasavvur qiling, svet o'chib qolsa o'sha paytda yoki operatsion stol qimirlab ketsa, yer qimirlayotgan paytida, misol uchun, robot to'xtaydi deb o'ylaysizmi? To'xtamaydi, bosib yuboradi o'sha joyga, planlashtirgan joyga. Misol uchun, balkim bordir ana texnik безопасности, o'chirib qo'yishi, avariyniy holatlari, stop kranlar. Lekin misol uchun, sizni nervingizga tegib ketsa, lat yedirib qo'ysa, u bo'ldi, miya ketdi deganda bir qismi. Shuning uchun u holatda kim javob beradi? Mayli javob bergan taqdirda $1 million bersin, lekin miyangizni qayta joyiga qo'ya olmaydi. Shuning uchun miya, yurak, a'zolarning operatsiyasida robot qatnashishi mumkin, ma'lumot berish sifatida, qanaqadir yordam berish sifatida, lekin полностью operatsiyani robotga topshirish qiyin masala. O'zi, masalan, texnologiyaga oldindan ham ko'pchilik qarshi bo'lgan, lekin mana hozir hamma u texnologiyasida yashay olmayapti. Oddiy telefon oladigan bo'lsa ham, telefon chiqdi, balo chiqdi degan gaplarni ko'p eshitgan. Lekin hozir telefon o'sha gapni aytgan odamlar ham o'zlari menimcha 24 soat ichida kamida 10 soat telefon bilan yursa kerak qo'lda. Lekin aytmoqchimanki, telefondan voz kechish kerak emas, lekin telefonga polniy hamma ishlarni topshira olmaysiz, to'g'rimi, hozir ham. Bu yordamchi shunchaki. Telefon deganda men texnologiyani nazarda tutaman. Sal uzoqlashib ketdik mavzudan, lekin menimcha yaxshi suhbat bo'lyapti. Ravshanbek, savollaringiz bo'lsa yana bemalol tayyorman javob berishga. Bo'ldi, ana hozir uzoq kishi diplom bo'lish shartmi degan, ya'ni marketing bo'yicha institutda o'qiganmi, bu bo'lish shartmi degan savol beribdi. Shu savolga javob bersak. Qaytara olasizmi? Sal uzilib qoldi. Xalqaro kompaniyada ishlashim uchun menga marketing diplomi kerakmi, shartmi, bironta institutda o'qigan bo'lishim kerakmi deb savol berdi. Shartmi shu narsa deb. Xalqaro korxonada ishlash uchun, xalqaro korxonada ishlash uchun sizni xalqaro diplomingiz bo'lishi shart emas, menimcha. Sababi o'zi unaqalarni o'zi kam, unaqa ko'p emas.
lekin headhunterga kiradigan bo'lsangiz, ayrim shu vakansiyalarni o'qiydigan bo'lsangiz, наличие международного диплома приветствуется deb yozib qo'yadi yoki o'sha наличие диплома в данной PR приветствуется deb yozib qo'yadi. Ya'ni bu sizga plus преимущество beradi. Boshqalardan ko'ra sizni ishga olish ehtimolingizni oshiradi. Masalan, Samsungda, Huawei'da, Vivo'da ishga kirayotganimda qayerda o'qigansan deb so'rashgan. Singapurskiyda o'qiganman deganman. Ha, yaxshi, nima yo'nalishda? Marketing yo'nalishida. Ha, yaxshi deganda bo'ldi. Bu bitta plyus, bitta galochka. Ana HRlarda yashil bayroq, qizil bayroq degan tushunchasi bor. Qancha ko'p yashil bayroq yonaversa miyasida, u degani sizni ishga kirish shansingiz juda ham oshadi. Qancha ko'p qizil bayroq bo'lsa, o'sha o'zida intervyu to'xtashiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, men bitta кейс aytaman qizil bayroq haqida. O'zimda bo'lgan holat. Dubayda boshida baribir sразу firma ochish niyatim bilan kelmaganman, ishxonaga ishga kirish niyati bilan kelganman. Kelib yarim soat kutib qolganman HR. Boshqa suhbatlar ham belgilangan. Bir kunda 3 ta suhbatim bor edi, adashmasam. Keyin Damak Properties degan kompaniya bor. Juda ham mashhur qurilish kompaniyasi. Sotuv menejerini qidirishayotgan ekan. Doimo sotuv menejerlar ular kerak, uylar ko'p, qurilishlar ko'p. Keyin keldimda yarim soat kutgandan keyin HR kirib keldi. Uzr so'rayman, ushalib qoldim va hokazo tushuntirishni boshladi. Obeddan keyin menimcha ko'proq qolib ketgan. O'tirgan joy. Ya'ni bilmadim. Probka ham bo'lishi mumkin. Keyin uzrimni men qabul qilmadimda, o'zi nimaga kechib qoldingiz dedim. Mani boshqa intervyularim ham bor, 3 ta intervyum bor bugun. Desam, yo'q edi dedi, o'zgardi yuzi. Keyin o'zingiz haqingizda tezda gapirib bering dedi. Gapirdimda, to'xtang dedi, bo'ldi tushunarli. Intervyu tugadi, ketursiz bo'ladi dedi. Tushunmadim, boshqa savollaringiz yo'qmi? Ishga olindimmi, yo'qmi desam, sizni 3 ta intervyungiz bor, o'sha yerga boravering dedi. Ya'ni uni ko'zida mani muomalani keskin qilib, ya'ni talab qilishim, ulardan nimaga kechib kelding va hokazo deb ularni tergashim yaxshi sotuv menejeri emasligimni ifodalab qo'ydi-da, masalan. Yaxshi sotuv menejeri chiroyli gaplashadi, kim bilan qanaqa holatda bo'lsa ham. Keyin balkim prinsipga olgandir, uni bilmadim. Misol uchun unga qo'pol muomala qildimmi, bo'ldi, menga yoqmaydi bu odam, olmayman ishga deb shaxsiy o'zini nimasidan kelib chiqqandir balki fikridan. Yoki o'sha bundan yaxshi sotuv menejer chiqmasa kerak, odamlar bilan bunaqa gaplashadigan bo'lsa deb katta qizil flag miyasida yonganda, keyin menga ruxsat berib yuborgan. O'shandan keyin tushundim, что bularga qo'pol muomala qilib bo'lmaydi. Bular ham HR. Hali direktor bilan gaplashishim kerak. Va hokazo deb уже o'rganishni boshladim bularning psixologiyasini. Yashil flag, qizil flag degan tushunchalarni. Juda yaxshi, to'g'ri. Hozir ko'pchilik korxona haqida ma'lumot olish kerak o'zi, qanaqa ishlaydi. Keyin birinchi o'rinda Telegramda bilsangiz, yozayotganda to'g'ri yozishni o'rganish kerak. Endi HRlar bunisidan ko'proq tushunadi, aytadi, ya'ni shu recruiting kompaniyalar. U birinchi o'rin to'g'ri yozishni bilmaydi ko'pchilik deb aytadi, shu aynan shu masala bo'yicha. Assalomu alaykum, ishga olasizmi deb turib yozib qo'yadi. Cover letter haqida so'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Men tushunishim bo'yicha. Masalan, xatga anaqa rezumengizga qo'shib, siz xat qo'shimcha biriktirib berishingiz kerak. Nima uchun aynan shu korxonaga ishga topshirayotganingizni. Headhunterga kirsa, Headhunter ko'p misol qilyapman, chunki Headhunter aynan ish topish uchun hozirgi paytda eng effektiv vosita deb o'ylayman. hh.uz Headhunterga kirganingizda отправить resume bor. Ko'pchilik prikrepit qilmaydi-da, shunday topshirib yuboradi. Endi tasavvur qiling, 100 ta odam topshirdi bitta ishga.
va sizda xatingiz bor. Xatingiz o'qiydimi, qiziqib? O'qiydi. Demak, siz 100 tadan уже e'tiborga tushdingiz. Agar xatingiz chiroyli, sifatli, ya'ni xatolarsiz va maqsadga yetkazadigan qilib yozilgan bo'lsa, demak siz shansingiz ham oshadi. Korxonaga suhbatga chaqirilishingiz. Hali u birinchi etaplari. Suhbatga chaqirilishingiz. Call center, ya'ni telefon qilishi mumkin. Telefon qilib, sizni gaplashishingizni, nutqingizni eshitib ko'radi. Qanaqa gaplashadi o'zi bu odam? Sotuv menejerlik kirmoqchi. Rus tilida gaplasha oladimi? Yoki o'zbek tilida qanaqa gaplashadi? Marketing mutaxassisi yoki marketing menejeri yo'nalishiga kirmoqchi. Grafikga moslasha oladimi yoki xullas sizni har tomonlama tekshirishadi. Siz o'ylamang, u oddiy odam telefon gaplashishdan bo'ladi. Hech ham unaqa emas. Bu bozor. Biz bozorga chiqib, masalan, eng chiroyligini tanlaymiz-ku. Mevalarni ham, boshqa mahsulotlarni ham, go'shtni ham. Xuddi shunaqa. Siz mahsulotsiz buning uchun, ya'ni qo'pol qilib aytganda, eng yaxshisini tanlab olishga haqqi bor. Bozor deganda tovar sotayotgandek sizni ham ko'rib chiqadi. Siz o'zingiz sota bilishingiz, o'sha bu yog'i soft skills, mahoratingiz. Juda yaxshi. Bizga savol kelib ekan. Xalqaro kompaniyada ishlash uchun qanaqa do'xni ko'paytirish kerak, ya'ni do'x yo'q deyapti. Shuna qanaqa Do'x deydimi? do'x mana bo'ladiku. Yo'q, tushundim. To'g'ri tushundimmi demoqchiman, to'g'ri eshitdim. Qarang. Deyapti, ya'ni. Tushundim. Mana bunaqa qilasiz. Kompaniya, xalqaro degan so'zlarni olib tashlaydigan bo'lsangiz, siz shunchaki odam bilan muloqot qilasiz, odam bilan ko'rishasiz. Inson bilan. U inson xalqaro korxonani insonimi ishlaydigan yoki mahalliymi farqi yo'q. O'zingizni yaxshi tutsangiz, foydam tegadi deb bilsangiz va shunga qarab harakatingiz bo'lsa, shuni o'zi yetadi. Mana masalan, yaqinda mana biz futbolistimiz Abduqodir Husanov Manchester City'ga xudo xolasa mana eng asosiy защитникlar. Nima bo'laysiz? Shu bola duh yig'ish kerakmidi? Shuning uchun duhi zo'r bo'lgani uchun olishdimi yoki nima ish qildiki bu bolani xalqaro bo'lib ham просто Guangzhoudagi birorta Xitoydagi kompaniya emas, klub emas. Aynan eng futbol rivojlangan davlatlardan biri Angliya Premyer Ligasi, Chempionlar Ligasidagi liderlardan biri, dunyodagi eng zo'r klublardan biri oldi xullas. Eng zo'r treneri oldi, xarid qildi. Sababi o'ziga kerakli skillslarni ko'rsata oldi, keyin internetda yo'qsan, dunyoda yo'qsan degan narsaga amal qildi. Ya'ni internetda o'zini videolarini juda ham ko'p joyda qo'yishdi. Bu bola o'tirib o'zi qo'yib o'tirmagan, lekin ko'zga ko'ringan futbolist bo'lgani uchun xohlaysizmi, xohlamaysizmi, haqingizda u yoq bu yoqlarda ma'lumotlar bo'ladi. Keyin otalari agent, adashmasam o'zlarini agentlari adashayotgan bo'lishi mumkin. Otalari futbolist bo'lgan, buyuk futbolist. Agentlari ham bor xullas. Aytmoqchiman, bu odam bitta dona duxi bilan kirib ketmadi-ku, hamma narsani qildi. Shu klub bunga qiziqish bildirish uchun va qiziqishini so'ndirmaslik uchun. Masalan, boshida zo'r o'ynab, keyin tashlab yuborganlar qancha. Bir paytlar Arsenalda rossiyskiy futbolist o'ynardi. O'ta esimdan chiqib qoldi. Kimdir takliflar eshitdim, shu Odlahmedov edi, kimdir aytgan edi. Xullas, zo'r o'ynardi. Birinchi yil yaxshi o'ynadi, keyingi yil olib tashlashdi, Arsenal o'ynadi. Keyin Chelsea'da Shevchenko o'ynardi, adashmasam, uni ham keyin so'nib qoldi. Yonadi, so'nadi. Mana shunaqa bo'lib qolish kerak emas. Doimo o'zini ustida ishlab, ana Cristiano Ronaldoga o'xshab 40 yoshga to'lsa ham 1000-chi goliga qarab harakat qilyapti. Omadini bersin. Hurmat qilishga arzigulik. Endi shu misolda aytmoqchiman,
qanaqa qilib duh yiqsam bo'ladi? Siz o'zingiz qayta o'zingiz ustingizda ishlang, opit oling fail qilishdan. Qo'rqmang, cho'chimang. Keyin shu duh o'zidan o'zi keladi. Men masalan o'ylayman, что 2013-yil institut bitirganimda duxim vagon bo'lgan. 10 ga ishga olishgan. 10 Birlashgan Millatlar Tashkilotini proyekt развития OON ga olishgan stajirovkaga. Duxim vagon bo'lgani uchun emas, shunchaki qanashibga topshirgan stajirovkaga olishayotgan ekan deb olishgan. Keyin Dubayga ketganman, u yoqda ishlaganman, kelib Samsung boyiga ketgandik. Rezyumem bo'yicha juda ham katta firmalarda ko'p joyda ishlaganman. To'g'ri, masalan, duh ham bo'lish kerak. Yo'q, faqat duhga bog'liq emas domla. Duhga bog'liq joy bor. U qanaqa? Shunchaki ishonch, o'zingizga ishonishingiz. O'zingizga ishonmasangiz, odam bilan ham muloqot qila olmaysiz, birorta odam bilan. O'zingizga ishonmasangiz, oddiy misol uchun ishingizni ham zo'r natijasi bo'lmaydi. Shuning uchun o'zingizga ishonch deganda boshidan baland bo'lish shart emas. Shunchaki o'zingizning ishingizni chotki bilaman, bo'ldi. Bo'ladi-ku, masalan, kuryer bo'lsa ham vaqtida yetkazib beradigan. Taksist bo'lsa ham yo'lni zo'r biladi. Men endi u kasblarni kamsitish maqsadida aytmayman. Nima bo'lgan, kim bo'lgan taqdirda ham o'zini ishini zo'r bilsa, o'sha sohada mutaxassis bo'ladi. Shu o'zingiz sohangizda mutaxassis bo'ling, duh o'zidan o'zi keladi, bahodir. To'ppa-to'g'ri o'sha faqat o'zini ustida ishlash, keyin qo'rqmaslik kerak-da, ya'ni bu narsa o'zimizda ham bor. Qo'rqmasa, bemalol ishlasa bo'laveradi. Kimlardan savol bormikan yana? Agar savollar bo'lmasa tugatamiz. Bu yerda bitta odam o'tiribdi bizdan tashqari. Siz, mani ikkita akkauntim. Bozorshunos o'rganganlarni o'rgangan. Savol berganmiz, duxni ko'tarish uchun. Agar bo'lmasa siz. Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Charchaysizlarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimi? Boya chatga qo'shila olmadim, atrofim sal shovqinrog'ida. Bemalol savolingizni berishingiz mumkin. Savolim shu oxirida o'sha duh bo'yicha bergan savolim shu edi. Shuni berdim. Hozir chatni men kechroq ko'rib qoldim, bir 5 minutmi, 10 minut avval ko'rdim. Ish bundan keyin qo'shildim. Hozir shu agar qanaqadir savollarim bo'lsa, yuqorida berilgan savol bo'lsa, takrorlab qo'ymay deb eng muhimini berdim. Bemalol. Shuning uchun xudo xolasa agar yozilgani ham tashalsa, eshitib olaveraman. Rahmat, ammo juda foydali bo'ldi, manfaatli bo'ldi Sardor aka. O'zim anchadan beri shunaqa audio chatni qachon bo'lar ekan deb qarab yurdim. Mana Ravshanbek tashkillashtirdilar. Katta rahmat ularga. Kelajakda muvaffaqiyatli tilaymiz, yana ham ko'proq suhbatlar o'tkazsinlar. Yana ham kattaroq odamlar bilan, ko'proq odamlar, ya'ni ko'proq shu marketing sohasiga qiziqadiganlar yana ham ko'payaversin, podpishchilar ham ko'paysin. Inshaalloh. Xudo xolisa. Savollaringiz bo'lsa bersangiz bo'ladi. O'zingiz qiziqtirgan qanaqa savolingiz bersa, agar yuqorida aytilgan bo'lsa ham, sizning savolingiz o'zingizga lishniy javob bo'lib qoladi agar qiziq bo'lsa. Menda shu savol nima edi? Asosan o'sha marketing sohasiga kirganimga 1 yildan oshdi. Kattaroq korxonalarga ishga kirishga qanaqadir o'sha duh yetishmasligi bo'layotdi. Masalan, borsam, qaysi nimadir narsalarni bilmay qolsam-chi, keyin nima qilaman? O'zim undan tashqari marketing yo'nalishi bo'yicha o'qimaganman degan ikkilanishlar bor edi. Uni ustozlar bilan ham boshqa kruglarda gaplashganimda u hammada bo'ladi. Tajriba yig'ishing kerak deyildi. Shuning uchun hozir kichikroq korxonalarda faoliyat yurityapman, lekin o'sha
katta korxonalarga baribir istalgan odam ishga kirishi kerak deb hisoblayman. Fikrimga qanchalik to'g'ri deysiz, qanchalik qo'shilasiz, qo'shilmaysiz. O'zingizni fikringizni aytib ketsangiz xursand bo'lardim. Xullas, men o'ylayman, katta korxonaga baribir kirishi kerak odam. Chunki katta korxonalarda hamma marketing jarayonlari tizimlashtirilgan bo'ladi. Kichik korxonalarda ko'pincha hamma ishni qilish kerak marketolog. Tizim bo'lmaydi. Gohida keladi marketing bo'limiga odam yetishmasa, HR qilish kerak bo'ladi o'zi. Sotuv har xil holatda bo'lishi mumkin. Men hozir ishlayotgan joyda ham shunday. Bu savol Shuning mangami uchun yoki Ravshanbekka? sizga Sardor aka, sizga. Xo'p, savolni anaqasini oxirgi konечный nimasini ma'nosini tushunmadim. Ha, Siz nima demoqchisiz? Savolni aniq qisqa va lo'nda qilib bersiz. baribir siz marketing bo'limi tizimlashgan korxonaga ishlab chiqish marketologda karyerasida katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. Shunaqa xulosaga kelyapman dedim. Ya'ni shu qanchalik to'g'ri yoki agentstvalarda o'zini kichik korxonada ishlab yuraversa ham u karyera qaysi yo'lni tanlagan ma'qul demoqchiman. Sardor aka, men agar tushuntirib bersam, Agentlikka kira olasiz agar xalqaro agentlikka. men bitta xalqaro kompaniyada ishlagan yaxshimi yoki o'zimizda mahalliy agentstvalar ishlab turib tajriba orttirgan yaxshimi? Qaysi biri yaxshiroq, qulayroq degan savol edi. Adashmasam shunaqa tushundik. Xalqaro agentlikda ishlagan yaxshi. Eng zo'r. Aynan nimaganligi haqida ham izoh bera olasizmi? Albatta. Mana tasavvur qiling, siz xalqaro agentlikda ishlayapsiz. Sizni klientlaringiz kim bo'ladi? Xalqaro korxonalar bo'ladi yoki местный korxonalar bo'lsa ham kuchli korxonalar bo'ladi. Katta opitli, byudjet ko'p. Marketologlar ham kuchli bo'ladi ularni. Siz Chempionlar Ligasida o'ynab opit yig'ganingiz yaxshi-ku, ham masalan 3-liga, 4-ligada o'ynaganingizdan ko'ra, misol uchun yoki Lyubitskida o'ynaganingizdan ko'ra. Shuning uchun Xalq Chempionlar Ligasi men uchun shaxsiy fikrim. Bular kerakli opitni beradi sizga. Kuchli igroklar bilan o'ynaydi. Ya'ni masalan hozir aniq aytadigan bo'lsak, hozir bir daqiqa menda vizitasi ham bor edi qayerdadir. Kelib ketishdi ofisimizga. Yaxshi bo'ldi. Mana hozir bitta agentство yozyapti menga. Sidorin Lab degan kompaniya. Juda kuchli strategik kompaniyalar, agentlik. Bundan tashqari xalqaro kompaniyalar ko'p, agentliklar. Hozir agentlik ham o'z kompaniyada. Men endi agentlik deb aniqlik kiritib ketaman. Marketing agentligi. Ularning qo'lidagi kompaniyalar, ularning opiti sizga kerakli bilim berish, magistraturada topolmagan bilimingizni o'sha xalqaro agentligida 1 yilda olsangiz bo'ladi. Bu ham men shaxsiy subyektiv fikrim. Lekin shunga ishonaman. Nimagaligini aytdim. To'g'ri. Aka, javobingiz siz savolga yaxshi javob oldingizmi? Qanaqadir kamchilik yo'qmi? Ha, tushundim, Sardor aka. Rahmat kattakon. Arzimaydi, salomat bo'ling. Omadingiz bersin. Sardor aka, agar savollar tugagan bo'lsa, chatni tugatsa ham bo'ladi. Rahmat sizga. O'z qimmatli vaqtingizni ajratib shuncha bizdan aytaylik. Arzimaydi.
Sizga ham katta rahmat, Ravshanbek. Bunaqa chatlarni, bunaqa podkastlarni yana ham ko'paytiring. Yana ham sifatini oshiraylik, xudo xohlasa. Video podkastlarga o'taylik, YouTube darajasiga olib chiqaylik. Kerak bo'lsa dunyo miqyosiga olib chiqsak ham bo'ladi. Sizga katta rahmat, ishlaringizda omad. Yaxshi niyatlarga qilsin, katta marketologlar qatorida bo'ling. Mana marketing ekspertlari nimasi bor bizda? Reytingi bor. Yaqinda reytingi ham chiqar ekan, hozircha ro'yxati bor. Ro'yxatda ham sizni ko'rish nasib qilsin, xudo xohlasa. Inshaalloh shunaqa bo'lsa, endi o'zimda ham niyatim bor, ya'ni marketing mavzuga qo'shilish. Bilaman, marketing o'sha Diyor akani o'zini nima bor, marketing bor, o'sha naqada qatnashadigan xalqimizga o'sha yaxshi narsalarga nasib qilsin hammamizga. Rahmat, salomat bo'ling. Hofiz Sadorga sizga ham katta rahmat vaqtingizni aytganingiz uchun. Xudo xohlasa bu nimamizni YouTube'ga yuklab qo'yamiz, unaqada audio speaker nima qo'yib, kimga manfaatli bo'lsa, bemalol o'sha yerda eshitib olsa bo'ladi, ko'rib. Xo'p, bo'ladi. Charchamayman. Men chatdan chiqaymi, o'zi tugatasizmi? Mana saqlanib qilish kerak, boshqa narsalar bormi? Yo'q, bo'ladi, aslida saqlanib bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat, bunisi men chatdan chiqdim, anaqa ketishim kerak edi, uzr. Rahmat, Hofiz Sadorga vaqtingizga rozi bo'ling.